Yarim minut vaqt ajratsangiz 55 kungacha hech qanday foizsiz kredit olishni ushbu videoda sizga o'rgatib qo'yaman. Hayotda har xil vaziyat bo'ladi, moddiy qiyinchiliklar bo'ladi, kutilmagan xarajatlar chiqadi, tasodifiy noxush holatlar yuz beradi. Hamma biladigan haqiqat shuki, ushbu muammolarning deyarli hammasi pul bilan hal bo'ladi. Tasavvur qiling, to'satdan uyingizga mehmon keldi yoki mashinangizga jarima keldi, oylik esa hali tushgani yo'q. Qisqasi sizga tezlik bilan pul kerak. Qayerdan topishni esa bilmayapsiz. Bunday paytda eng tezkor yechim TBC bankning Osmon kart kredit kartasi bilan bo'ladi. Endi esa sabablarini aytaman. Birinchidan, kerakli pulni tezda topasiz. Ikkinchidan esa agar oyligingiz chiqqanda pulni qaytarib qo'ysangiz, aniqrog'i 55 kungacha pulni qaytarsangiz, sizdan hech qanday foiz olinmaydi. Faqat shuni unutmang, foizsiz davr faqatgina xaridlar uchun amal qiladi. Bir marta ishlatib ko'ring, sizdan hech nima ketmaydi. Qulay bo'lganligi uchun sizga ham tavsiya qilyapman. Kartani olish ham juda oson. TBC bank ilovasiga kirasiz, ariza yuborasiz. Agar sizga limit tasdiqlansa, 3 kun ichida karta qo'lingizda bo'ladi. Eng muhimi, barchasi bepul.